kir yuvish mashinangiz sizlarga uzoq vaqt davomida xizmat qilishini va kirlarni toza qilib yuvib berishini xohlasanglar, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Kir mashina LGmi, Samsungmi yoki boshqami umuman farqi yo'q. Har 2-3 oyda bir marta kir mashinani barabanini, ya'ni ichini tozalab turishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun men har 2-3 oyda bir marta qimmat yuvish vositalaridan foydalanardim. Lekin bu narsani umuman foydasi yo'q ekan, chunki mashinaning o'zida tekin funksiyasi bor ekan. Hozir ko'rsatib beraman. Bu uchun kir mashinani yoqasizlar. Bu joyda hech narsaga tegmaysizlar, buramaysizlar. Ekranida mana ikkinchi funksiyasi turibdi, ochiska barabani. 1 2 3. 3 sekund bosib turasizlar. Shunaqa yozuv chiqadi. Eslatib o'taman, kir mashinasi ichida kir yoki kir yuvish vositalari bo'lishi kerak emas, yoqasizlar. 1,5-2 soat davomida yuvadi, suvi yig'adi, to'kadi, yig'adi, to'kadi. Shunaqa qilib ishlaydi. Suv yarmigacha to'ladi va suvinglar loyqa bo'ladi. Bu narsadan qo'rqmanglar. Shu funksiyadan foydalanib tursanglar, kir mashinanglar sizlarga uzoq vaqt davomida Xudo xohlasa xizmat qiladi.